Assalomu alaykum va rahmatulloh, bizning YouTube kanalining ko'rarmanlari. Bizda hozir o'shanday Oqsvetda spoileri menen arzon bahoga 2004-yili chiqarilgan Matiz chiqdi. Motor, korobka, ходовой hech qayerida ishi yo'q, bir ele kuzovunda kraska ishlari bor ekan. Ichki salondan ko'rsatam. Arqa oldi toza ekan. Arqa oldi toza. Salonlari o'shanday chexollarni yangilash kerak. Kojinning chexollari уже to'kilib ketibdir. 196 ming probekda. Korobka mexanika 0.8 объемda. Motor may 9 bir ay bo'ldi motor qilib qo'ydim deydi. Kuzovini o'shanday haydasa ham bo'ladi, bir sira beldan pasini pokrasiya qilsa da bo'ladi. Telefon nomerlar astida yozilib turadi. Bahasi 210 ming so'm kichkina suylashuv yo'llari bor. Mashina Aravonda turadi. Suylashib olib ketamiz. Biroq arzon. Mana svet любой payt tarta turgan svet. Rahmat, baylanishib olib ketamiz. Agarda bizning mehnatimiz kichkina bo'lsa, sizga yoqqan bo'lsa, bizning kanalga qatnashib, like bosib qo'yasiz.